Assalomu alaykum hammaga. Men hech qayerga kirmayman. Menga kiringlar agar kimni gapi bo'lsa. Men post qo'yganman. Kimni gapi bo'lsa menga kirsin deganman. Kiringlar. Kim gapi bor? Men hozir Koreyani salom bermayapman. Assalomu alaykum. Chunki menda hozir jicha stressli ish bo'ldi. Nimaga desalaringiz, biz hozir Koreyani Posing degan shahrda o'tiribmiz. Ixlos degan o'zbek oshxonada o'tiribmiz. Bu yerda biz nimaga bu yerni tanladik? Bitta kvartiraga borib, ko'chada bir kofe shopda ham qilsak bo'lardi. Lekin biz o'zbeklar shahridagi bitta oshxonani, o'zbek oshxonani tanladik. Tushunyapsizlarmi? Biz bu yerga kirishimizdan maqsad bizni primo ham ko'rib tursin, onlayn ham, offlayn ham ko'rib tursin. Shu marhumani kerak bo'lsa taniydiganlar ham bor. Bizni taniydiganlar ham bor, onlayn o'tirganlar ham bor, offlayn o'tirganlar ham bor. Shuning uchun iltimos sizlardan bizdagi anaqa hozir bundan oldingi holatdagi muammolarni to'g'ri tushunasizlar. Bu yerda ozgina melis ovozlilar ham bo'ldi, chunki bilasizlar, o'zbeklar bor joyda jicha shunaqa holatlar bo'lib turadi. Afsuski. Mana hozir endi hamma tinchlanib, choy poyini ichib bo'ldi, hamma bir-biri bilan gaplashib o'tiribdi. Telefoningizni o'chirib qo'ying, opa. Ertaga gaplashasiz, opa. Mana shuncha odam hamma shu yerda, mana o'zbek oshxonalarimiz. Shuncha odam bizni onlayn, offlayn holatda ko'rib o'tiribdi. Mana shu birontasini men tanimayman. Mana opalar taniyman, men taniyman. Ikkitasini taniyman, qolganlari bugun ko'rgan insonlarimiz hammalari. Xo'tyapsiz. Xo'p. Ulang deyapti. Akani chaqiringlar. Menga savoli bor, akani chaqiringlar. Kanalning nomi nima edi? Yo'q, boshqacha qilyapmiz. Boshqada qilamiz. Yo'q. Daliluz. Yo'q, Daliluz emas. Kim endi? Detektiv ustadan kiralar. Nima qilish kerak? Jam o'tirsin. Detektiv usta ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Aka, biz tanishmasmiz siz bilan? Yo'q, men-ku sizni tanimayman. Endi siz bilmadim, meni ko'rganmisiz yo'qmisiz? Men ham sizni mana shu voqealardan keyin ko'rdim. Men sizni taniyman, internetda ko'rganman. Hozir bizda shunaqa holat bo'ldi, uzr so'rab qo'ymoqchimiz, chunki biz maytda hozir o'sha aynan voqea bo'lgan shaharda, o'sha mahallada o'tiribmiz. O'sha mahalla mana yonimizda o'sha voqea bo'lgan uy va o'sha yerdagi o'zbeklar, qo'shnilar hammasi shatda. Marhumani ham taniydi batta hamma. Marhumani ham taniydi. Mana u ikkita hali gumondor bolani ham hamma taniydi. Bu yerda hozir shunaqangi ish bo'ldiki, bir ruhiy kasal bo'lib qolgan bitta ruhiyatida muammosi bor, boshida muammosi bor bir ukamiz kelib, maytda to'palak qildi, u ham o'zbek bola. Lekin hozir mana politsiya bilan tashqarida muammoni hal qilishyapti. Biz tashqarida eshikni qulflab chiqib gapiryapmiz.
Siz e'tiroz bildirdingiz-ku, hali taraq turib qilishar ekan deb. Biz hozir aka o'zbek oshxonada o'tiribmiz mana. Shuncha odam onlayn va offlayn bizni kuzatishyapti. Hammasi o'sha marhumani qo'shnilari xullas, Koreyadagi qo'shnilari. Butun armiya kelibdi deng. Yo, armiya Butun emas aka, kelibdi. biz armiya emas aka biz. Просто xolis odamlar, Yaxshi. xolis hali. Yaxshi, yaxshi. Hammani Ha. maqsadi adolat aka. To'ppa-to'g'ri, rahmat sizga Obtokon. Birinchi gapingiz keladigan bo'lsa, o'zi aslida endi bu tim bo'li nosog'lom bola deyapsiz. Bu jamoat joyi o'zi aslida siz chiqishingiz kerak edi. Endi bu bolani chiqarib yubordingiz, odam sizga g'alati bo'lib qoldi. Chunki oddiy bu yoqqa jamoat joyi odamlar endi baribir ovqatlangani keladi-da, prямой efir qilgani emas. Ularni endi baribir og'zini o'chirib qo'yish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Xo'p, Mayli, endi просто bu endi yerda obunachilar sharoit sal shunaqa, xafa bo'lib Koreyada qolishdi-da. Koreyada shunaqa joy yo'q. Nisbatan hurmatsizlik bo'lib qoldi. Xo'p, boshlaymizmi bo'lmasa, agar tayyor bo'lsangiz? Bemalol aka, bemalol. Qarang. Qarang. Savollaringiz Hop. bo'lsa bunday qilaylik. Savollaringiz bo'lsa menga bering. Menga o'zimga savollaringizni bering. Bu yerda faqat o'z siz bilan gaplashamiz. Qolgan bizga hech kim kerak emas. O'z oldingizda o'tirursiz. Yo'q, qarang, Setora. Yo'q, qarang, bitta narsada Setora dedingiz. Yana boshqa narsalar dedingiz-ku, boshqa odamlarni ham gapirdingiz. O'sha insonlarni, men u insonlarga javob bermayman, hali Setora-yu, boshqa Farida-yu javob bermayman ularga. Chunki ularni o'zi ham shu yerda o'tiribdi. Hozir qarang aka, bizga faqat javob siz o'zingiz keraksiz bizga. Albatta, faqat siz o'zingizga savol javoblarni beramiz. Savol javoblarimiz nimalardan iborat bo'ladi? O'zi unaqa ko'p emas, bo'lsa bir 15 ta 20 tadir maksimum bor savollarimizni. Iloji boricha men savollarimni beraman. Kecha o'zingiz bilan gaplashganingizda qanaqasingiz savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, jonli efirda menga bering deb aytdingiz. Mana o'shaning uchun savollarim bor. Unaqa ko'p emas. 15 ta yo 20 ta atrofida chiqadi. Men o'ylaymanki, savollarga qisqa va lo'nda siz ham javob berasiz. Men savollarimni qisqa va lo'nda qilaman va shu bilan prямой efirni tugatamiz. Sababi bu yerda juda ham ko'p odam shunchalik bizani hurmat qilib, bu yerda kutib o'tiribdi, qarab o'tiribdi, masalaga oydinlik kiritishimizni xohlayapti. Hammani o'zini ishi bor. Shu qatorda sizni ham. Xo'p, agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu 10-15 ta savollarim bor. Shu savollardan keyin bemalol hammamiz o'zimizni ishlarimiz bilan yana ham mashg'ul bo'lamiz. Tayyormisiz? Tayyorman aka. Hop, avvalambor meni ismim Javohir, tanimaganlar uchun, chunki bu yerda yana yangi obunachilar ham bor. Ismim Javohir, familiyam Sultonov. Dalil.uz ommaviy axborot vositalari rahbari va asoschisiman. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan, ya'ni o'sha Koreyadagi Nozimaning o'limi yoki uni o'ldirilishi. Bizda hozir bu narsa albatta hozircha вопрос bo'lib turibdi. Shu muhokamalar bo'yicha biz o'zimizning jurnalistik surishtiruvlarimizni amalga oshiryapmiz. Bugun mana siz bilan gaplashdik, kecha qizni onasi bilan gaplashdik, Koreyadagi yugan qizlar bilan gaplashdik, ko'pchilik bilan va bu narsa hali o'zini nihoyasiga yetgani va yana darshi davom etadi. Xo'p, demak bizning birinchi savolimiz, Avaz aka, siz o'zingiz Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga ishonasizmi? O'zimmi? Bugungi savollarim hammasi faqat sizga. Yo'q. Ishonasizmi demoqchimisiz? O'zimni ichki nimamni so'rayapsiz? Savolimni qaytaraman. Marhuma Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz ishonasizmi o'zingiz? O'zini o'zi osib o'ldirganligiga birinchidan men o'sha yerda bo'lmaganman, osilgan holatini ham ko'rmaganman. Bizga Farida opa, Melisaxona bilan gaplashgan, yonimda yurgan opa. Chunki Nozimani opasi bu. Nozimasining qo'lida ishlagan opasi bu. Bu yerda bizga yordam berayotgan inson bo'lgani uchun bu aytayaptiki menga, Melisaxona bizga qog'oz berdi. Bu o'zini o'zi o'ldirgan. deyapti-da, o'zini o'zi o'ldirgan deyapti. Melisaxona ham Melisaxona ham o'zingizning fikringiz bilan aytib o'tib keting. Bizga u Farida opa bilan ular bilan hali yana alohida chiqishamiz. Chunki har bitta odam bilan alohida gaplashishimiz kerak. Savolimni Mani fikrimcha buni politsiya hal qiladi. Men buni onasiga ham boshda aytganman. Agar avaziga savolim menimcha siz tushunmadingiz. Kim hal qiladi demayapman. Yana bir marta qaytaraman. Menimcha siz tushunmadingiz. Nozimaning, marhuma Nozimaning o'zini o'zi o'ldirilishiga, ya'ni o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz o'zingiz Koreya yangiliklari bo'lib ishonasizmi? Bu narsa hali ochiqlanish kerak, lekin ichimda, meni o'zimni ichimda
o'zini o'zi osgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz o'zi shunaqa deb o'ylaysiz. Hmm. Siz ijtimoiy tarmoqlarda o'zini o'zi osdi deb ba'zi o'sha xabarni siz chiqardingiz. Demak, Hmm. siz hozirgi gapingiz bo'yicha shu ya'ni oldingizda o'tirgan Farida opani gaplariga siz ishondingiz va o'zingizdan shunaqa deb o'ylaysiz. Melisa ham bizga telefonda xuddi shunaqa deb aytgan, men eshitib turgandim o'sha paytda. Xo'p, tushunarli. Birinchi savolingizga javob qabul qildik. Savolimizga javob. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda qo'lingizga butilkani olib, Nozima aroq ichib va shuni orqasidan mana butun bir boshli qiz, guldek qiz barbod bo'ldi. Go'yoki sizning videoyingiz shunaqangi targ'ib qilinganki, bu qiz bu arog'i ketidan ketdi, shu aroqni ichib shundan bo'ldi deyilgan g'oya oldinga surilgan. Siz u qizni, Nozimani spirtlik ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz boshdan bering savolingizni. Savolimni yana bir marta qaytaraman. Ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni o'zingizning profilingizda siz butilkani shunda qo'lingizga, bunda qo'lingizga butilkani ushlab turib, ya'ni aroq shishasini ushlab turib, mana shu aroq orqasidan butun bir boshli qizni hayoti parcham bo'ldi deb, ana o'sha qotillik bo'lgan uyda kelib otdingiz. Go'yoki bu video bilan siz aytmoqchisizki, mana shu aroq orqasidan ketdi deb. Savolim shundan iboratki, siz marhuma Nozimani spirtli ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz savolingiz noto'g'ri ketyapti. Men savolingizni siz savolni aylantirib beryapsiz-da. Men o'sha yerda gapimga javob beraman. Gapimga javob beraman. Spirtli ichimlik sabab, bu ham bitta sabab. Sabab, demak ichimlik tushundik. Sabab. Xo'p, lekin siz o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rganmisiz spirtli ichimlik ichganligiga? U ayolning ichganliginimi? Nozima, marhuma Nozimani. Yo'q, ichganligini ko'rmaganman, lekin o'sha voqeaga o'sha spirtli ichimlik sabab deb men videoda aytganman. Bo'ldi, rahmat. Demak, ko'rmagansiz ichimlik ichganini. Biz javobingizni qabul qildik. Xo'p, endi keyingi savolga o'tamiz. Nima uchun marhumani obro'siga putur yetkazadigan so'zlar bilan efirga chiqyapsiz? Ya'ni bu fohisha, buni ham onasi fohisha, challenge qiling deb. Nima uchun siz marhumaga nisbatan bunaqa obro'sizlantirishga qaratilgan videolarni qo'yasiz? Ya'ni shu fohisha bu, challenge qiling deb. Nima, siz ayollarga qanaqadir bir shaxsiy adovatingiz bormi yoki Nozimaga? Nimaga u shaxsiy hayotga aralashsa bo'laveradimi sizga savol? Hech kimning shaxsiy hayotga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Bu haqida hozir siz haqingizda gap ketyapti. Ya'ni siz bu fohisha challenge qilinglar deb butun hammaga targ'ib qilyapsiz. Siz Nozimaga shaxsiy adovatingiz bormi yoki uni fohishaligini bilasizmi yoki ayollarga shaxsiy adovatingiz bormi? Savol shundan iborat. Siz qisqa savollarga sizchi savollaringiz bor-ku, ketyapti-da. Javoblar 3-4 ta joyga aloqador-da, tushunyapsizmi? Demak, sizga yana ham qisqaroq savol bergan. Yo'q, qisqaramay savolingizni siz menga. Siz menga tushuntirib, mana sizga savol. Bu savolingizga javob berish uchun siz o'zi Nuripang nimaligini bilib oling. Nima degan Nuripangga? Yo'q, bu Nuripangni nima aloqasi bor bu yerda hozir? Nuripangda tushunsa nima bo'ladi odam? Siz Amerikada turib olib, Koreyani savolini tushunmaysizda siz. Nuripang nimasini tushunmayman? Nuripang degani aroq ichib karislarga aroq quyib beradi. Oldin tushuning siz. Karis ashula aytadigan karaoke bo'ladi-ku. Xo'p, karaoke, xo'p. Ha, o'sha yerda o'tirib karislarga aroq quyib berib karislarga aroq quyib berib. Ha, o'sha bu yerini ushlatib o'tiradigan joy. Demak, men tushunishim bo'yicha yerda karaoke ham endi spirtli ichimliklar bo'ladi va o'sha yerda hamma emas, endi ayrimlar kelib shu tanasini, ya'ni ayollar tanasini ushlattirib o'tiradi. Siz shunaqa demoqchisiz, men to'g'ri tushundimmi? Ha, Nuripang degani shunaqa joy. Nuripang deganmi? Ha, Nuripang. Nuripang, shu Nuripangga rahbar oldingizda o'tiribdi, Farida opa. O'sha qizlarni ishlataman deb efirda aytgan. Men Nuripangda mani ishxona O'ziga savol beryapsiz. siz menga savol beryapsiz. Siz hozir tushunarli. to'xtab turing. Bo'lmasa, to'xtab turing. Baqa savolingizni tugatib olingda, keyin menga berasiz. Tushundingizmi? Tushunarli. Nima uchun yana boyga savolimni qisqa va lo'ndasiz, siz fohisha challenge deb e'lon qilasiz. Challenge qilinglar. Bu fohisha deyapsiz. Ya'ni oldingizdagi ayolga gapingiz o'tsa agarda jin fohisha challenge qilinglar deganimiz isbotlab berasiz. Albatta isbotlab beraman bu efirimdan keyin. Tarqatinglar dedim. Ha, o'sha tarqatinglar, fohisha tarqatinglar challenge deysiz. Siz so'zma-so'z challenge kiradi.
Qo'rmenda. Yo'q, aka Shaxsiy qarang. Buni nima hayotimga demoqchi aralashdi, bo'lganimni esing, siz javob tushunib berishdi. turibsiz. Shaxsiy hayotimga aralashdimi? Mana aralashdim. Javob tushunarli bo'ldimi? Yo'q, yo'q qilib Hop. tushunadi. Ularda o'likmi? Savolimni siz eshitmayapsiz mani. Ha. Siz marhuma Nozimani fohisha ekanligini o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? Shunchalar bor. Videolari kelibdi. Shunchalar bor. Sizga videolari kelgan-ku. Videolar bor. Men birovni taydayotganini ko'rmaganman, lekin Rahmat. Mana shu Ha. javobingiz bizga yetadi. Ha. Mana bu haqiqiy mujikcha, erkakcha javob bo'ldi. Ha. Kattakon rahmat sizga. Endi sizga navbatdagi lekin savol. Koreyadagilar biladi, Nima- unaqa joy nimaligini biladi. Koreyadagilar biladi. O'z Rahmat kattakon, qabul qildim javoblaringizni. Nima uchun siz, ya'ni Koreya yangiliklari admini Avaz aka, qotillik joyiga kirdingiz, butun vaziyatni ko'rdingiz, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlarda mana kuzatyapsiz. Nima uchun siz aynan Sherzodni qotil deb o'ylamayapsiz? Chunki politsiya o'zi shunaqa gumonga borib, o'sha politsiya bu yerda qotillik alomati yo'q deyapti. Tushunyapsizmi? Demak, Lekin oxirigacha siz tekshiramiz, o'zingiz lekin Aha. qotillik alomati yo'q deyapti. Bu politsiyaning Mayli, hop. fikri. Menga politsiyaning fikri qiziq emas, menga aynan sizni fikringiz qiziq. Siz nima Yo'q, uchun biz politsiyaning fikrini olamiz, o'zimizni fikrimizni bildirmaymiz biz. o'zingiz fikringiz yo'q. Sizning bu savolimga o'zingiz fikringiz yo'q. Politsiya beradi u narsani. Bor-ku. Yo'q, tushunmadingiz. Sizni fikringiz, mana siz o'zingiz nimaga o'ylamayapsiz? Mana shu odam, ya'ni Sherzod qotil emasmikan degan, nimaga shu narsani siz o'ylamayapsiz? Men o'ylayapman. Kim aytdi sizga o'ylamayapsiz deb? Yo'q, so'rayapman-da o'shani. Demak, shu odam ham qotil bo'lishi mumkin degan sizda ham gumon bor, to'g'rimi? Ha, bor. Rahmat, Chunki kattakon men esing javobingiz. buni, men birinchi buni qotilligini men isbotlamoqchi bo'lib, men harakat qilib yuribman o'zi. Rahmat, qabul qildim. Xo'p, keyingi navbatdagi savolimiz, nima uchun marhuma Nozimani tan jarohatlarini va uyga kirganingizda shunaqangi dahshatli ko'rinish holatlarini o'zingiz guvohi bo'ldingiz, to'g'rimi? U joyga mana emas, aynan siz kirgansiz. Nima uchun siz darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilmadingiz? Politsiya kelib ketib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketib, u uyni tozalab, yig'ishtirib tashlaveringlar degandan keyin biz kirganmiz bu yerga. Xohlasangiz, Bu bo'yicha siz sizda uyni dalil egasi bilan isbotingiz bormi? so'rab surishtirib olasiz. Ha? Xo'p bo'ladi. Bu bo'yicha, ya'ni siz mana hozir savolimga javob shunaqangi berdingizki, politsiya mendan oldin kelib, o'sha kerakli narsani olib ketib bo'lgan va undan keyin biz kirdik deb aytyapsiz, to'g'rimi? Shu javobingizni qabul qilaylikmi? To'xtab turing. Javobim qo'shni eshiting. Biz Hop. politsiya kelib, uyni polniy tozalab, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin to'xtab turing. O'ziga kerakli Toza narsalar emas-ku, hamma bardak edi-ku. Nega uy toza deyapsiz? Mana shu joyga Siz bir aytaman. yana qilib keting. eshittirsiz, savolni eshiting, javobni eshiting. Eshitaman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib, Ha, politsiya. politsiya deyapman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin, ha? O'sha uyni egasi menga ichidagi narsalarni yig'ishtirib tozalanglar. Endi betga boshqa odam qo'yaman degandan keyin biz kirganmiz u yerga. Tushunarli. Savol. Bu Endi u javobingizni yerda qabul qilavering. bitta qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Sammi ikkalangdan bittasi aytganki, politsiya ruxsat bergan yo'q edi deganda o'sha yerda videoda tushib qolgan. Ha, o'shani nima qilyapsiz siz? Tushunib turibman. Biz o'sha kuni nimadan Pudonsandan ruxsat olib, ya'ni bu yerdagi uyni egasi degan ma'noda bildiradi. Beradiganlar. Shunaqa. Sabr, gapirib oling. O'sha xonadonning egasidan biz uyga kirib, ruxsat olib, narsalarni olib chiqib tozalab tashlanglar, betga boshqa odam qo'yaman. Tozalab beringlar betda degandan keyin biz kirib, video qilganmiz. Biz o'sha narsalarni Sherzod sen o'zing tozalading. Sherzodni o'zi uyni egasi tozalab tashlaver degandan keyin tozaladi. Buni biz politsiyadan so'rab keyin qildik. Mana javob sizga. Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarda javobingizni qabul qildik. Mayli, xo'p. Demak, politsiyadan keyin siz kirdingiz. Sizni savolingizga javob shuna, politsiyadan keyin hamma narsani o'sha ko'rib bo'lgandan keyin siz kirdingiz, to'g'rimi? Biz to'g'ri tushunyapmizmi javobingizni? Uzr aytdim, nima kelib qoldi, eshitmay qoldim. Yo'q, yana bir marta qaytaraman. Demak, sizni javobingiz bo'yicha politsiya o'sha kirib bo'lgan va siz o'shandan keyin ruxsat bilan, ya'ni xonadonning egasi ruxsati bilan siz kiryapsiz uyga. To'g'ri tushundimmi javobni? Ha, o'sha bizga kerak emas u xonalar degandan keyin tozalab beringlar bizga, xonamiz boshqa kvartirant qo'yamiz degandan keyin biz kirib
Narsalarni olib chiqib, Mununga aytganman, narsalarni olib chiqib, ota-onasiga jo'natib yubordim. Tushunarli. Uyni topshirib yuborgan keyin. Tushunarli. Xo'p, avvalgiga o'zingiz necha yildan beri Koreyada yashaysiz? 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi. Qarang, men ham Amerikada shunaqangi surukda yashayman, ancha yildan beri, barchamizga ma'lum. Nafaqat Koreyada, balkim butun jahon bo'yicha, Amerikada bo'ladim, hattoki O'zbekistonda bo'ladim yoki Koreyada bo'ladim. Dunyoning barcha mamlakatlarida agarda bunaqangi alomatlar bilan yoki mana qotillik alomatlarini ko'rib, aynan shu uyda o'lik chiqqanini ko'rib kelgan politsiya xodimi albatta u eshikni pechatlaydi va har bir mayda detallarga nomer qo'yib chiqadi. Ben sizga aniq bir ishonch bilan ayta olamanki, siz kirishingizdan oldin politsiya u xonaga kirmagan. Zero agarda politsiya xodimi yoqqa kirgan bo'lganida, albatta bu narsani pechatlab qo'ygan bo'lardi. Lekin sizning gapingizni men baribir ham qabul qilaman. Ya'ni siz politsiyada kelib bo'lganidan keyin siz u xonadonga kirgansiz. Qabul qiling shu javobni? Rahmat ko'proq. Mana endi sizga bitta narsani qo'shib qo'ying. Siz aytyapsizki, Amerikada yurarkansiz, o'sha xonadonga kelgandan keyin politsiya pechatlab tashlaydi deyapsiz, to'g'rimi? Ha, agar to'ppa-to'g'ri shunaqa. Ha, jinoyat alomatlari bo'lgan joyda nomerlab, detektivlar kelib o'rganadi u joyda deyapsiz, to'g'rimi? Detektivlar emas, ekspertlar keladi. Ekspertlar kelib o'sha o'rganib ketgandan keyin bizga u xona kerak emas, tamom degandan keyin u topshirib yuboringlar u xonani, boshqa odamga berib yuboringlar degandan keyin biz kirganmiz. Politsiya shunaqa deganmi? Qo'limgali shishani olib, Yo'q, siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Politsiya demak sizga shunaqa degan, to'g'rimi? Bo'ldi. Politsiya menga unaqa demagan. Politsiya biz aytganmiz, uyni egasiga. Uy egasi. Ha, uyni egasiga borganmiz, politsiyaga emas. Biz politsiya kelganini qayerdan bildingiz? Politsiya kelganini qayerdan bildingiz? Ular aytayapti, tozalab, ujur kerakli narsani olib ketgan, u voqea bo'lgan kimlar yani? Politsiya kelgan. Bular deganingizda kimlar, ya'ni aniqlik kiritib keting-da. Oting nima? Sirojiddin bilan Sherzod. Sirojiddin bilan Sherzodning gaplariga demak siz ishondingiz. Politsiya kelib ketdi degan gapiga. Yo'q. Oldinda telefonda ham gaplashdi. O'sha xonadonni egasi ham aytib turibdi bu narsani, tushunyapsizmi? Bo'ldi, o'sha u xonani yig'ishtirib olib chiqib ketinglar, musor deyapti. Ichidagi narsa musor. Даже musor. Tushunarli, rahmat sizga kattakon. Savolingizni albatta biz qabul qildik. Navbatdagi savolga keladigan bo'lsak, nima uchun Nozimani tan jarohatlarini ko'rib va shu uydagi holatlarni barchasini mana o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Nima uchun internetda bu narsani muhokama qilmaymiz deb aytyapsiz? Nima uchun muhokama qilish kerak emas bu mavzuni? Ya'ni jinoiy alomatlarni ko'rib va Nozimani, marhuma Nozimani og'ir tan jarohatlarini ko'rib, nima uchun bu narsani muhokama qilmaymiz deyapsiz. Bu gaplaringizdan ijtimoiy tarmoq faollari va shu qatorda jurnalist blogerlar go'yoki siz bu tomonga yon bosyapsiz, nimagadir ishni tezroq yopdi qilmoqchisiz degan go'yoki shunaqangi xayolga kelyapmiz. Nima uchun bu narsani biz muhokama qilishimiz kerak emas? Tan jarohatlarini ko'rib va bu xonadagi bu bardakni ko'rib. Qarang, bu savollaringizcha uzunroqda, qarang, men qisqaroq qilib javob berishga harakat qilaman. Siz aynan videoyimda ham gapirganman, xuddi shu lafzda gapirganman. Marhumani vafotini muhokama qilmaymiz deganman. Men nimani aytganman? Marhuma o'zini osibdi, bunga janoza o'qilmaydi. Bu o'zi yaxshi qiz emas edi, o'shaning uchun bir hali nima deydi, bir kasofat bo'ldi bu narsa, Allohdan keldi degan kommentariyalar yoki bildirishlar, shunaqangi masalan o'zini o'zi o'ldirganda bizni O'zbekistonda yoki musulmon jamiyatida noto'g'ri anaqa bo'ladi-ku, aslida ham o'zi shunaqa. Men aytgan narsa marhuma o'zini o'zi o'ldiradimi? O'zini bir kasalligi bilan o'ladimi? Uni biz muhokama qilmaylik. Hali u jannati, u do'zaxi deb muhokama qilmaylik degan ma'noda menda o'sha u video montajdagi videoda to'liqlari ham bor. O'sha yerda ham o'zi videoni ko'rgan odam ham tushunadi, chunki yonimda 50 ta odam ham turadi. Hammasi guvohlik berish mumkin. Men aytdimki, marhumani o'zini osganligini yoki o'z joni, hali o'zini bir kasalligi bilan o'lganligini, bizda shunaqa narsa bor, o'zini osdi desa, tezda negativ. O'sha negativ bilan qabul qilib muhokama qilmaylik degan ma'noda aytganman. Har bitta so'zim zapsda turibman, o'chirmaganman. Yo'q, ko'rdik uni o'chirganingiz yo'q, u narsalar turibdi. Prosta bizga qiziq bo'lgan narsa tan jarohatlarini ko'rib turib, xonadagi qotillik alomatlarini. Siz noto'g'ri gapiryapsiz-da. Siz noto'g'ri gapiryapsiz.
Tan Qaysi joyda? jarohatlarini ko'rib turib deyapsiz. Siz meni oldimda turibsizmi o'sha kuni tan jarohatini ko'rganimni Yo'q. qatdan bilyapsiz? Qarang, men sizga shu savolingizga javob beraman. Eng qizig'i, men ham yerda bo'lganmanmi? Men qanaqa ko'rdim? Nima deb o'ylaysiz? Men Amerikadaman. Siz hattoki Koreyadasiz. O'sha savolingizni bersangiz men javobini beraman aka. Qarang, nima deb o'ylaysiz? Siz Koreyadasiz, o'likni oldasiz, to'g'rimi? O'sha atrofda yuribsiz, to'g'ri? Endi siz yuvintirgani kirmaysiz ayol kishini-da. Men lekin Amerikadaman, Koreyada emasman. Lekin men ularni ko'rdim. Men qatdan ko'rdim va ijtimoiy tarmoqlarga ham e'lon qildim. Siz Koreyada bo'lib turib qanaqasiga ko'rmasligingiz mumkin? Va bu mavzuni siz olib chiqyapsiz. Sizga savolingizga lo'nda qilib javob beraman. Hop. Men marhumani yuzini ham ko'rmaganman. Nimaga desangiz? Chunki marhumani yuzini onasi mendan iltimos qiluvdi. Yuzini ko'rsatinglar borib, bolamni yuzini ko'ray dedi. Siz qisqa javob olmang-da va to'liq javob oling. Siz qisqa javob olmang, to'liq javob. Yo, o'zingiz do'st lo'nda javob beraman Ha, deganingiz. yo'q, qarang. Men vaqtim bo'lmadi borib yuzini ko'rsatishga, haligi onasiga. Chunki o'sha paytda 3-4 ta shaharda vafot etgan musulmonlar bor edi. Endi meni vaqtim bo'lmagani uchun onasi mana shu hali advokat emas ekan, bir tarjimonmi nimadir dedi-ku. O'sha Sitoraga davirnis bergan. Menga aytmagan uni. Sitoraga davirnis bergan. Davirnisni nima uchun bergan? Marhumani borib yuzini ko'rsating menga deb bergan. Uni Sitorada borib yuzini ko'rsatgan. Marhumani onasiga yuzini ko'rsatgan. Hali marhumanimda yuzi turgan rasm Sitorada borib onasiga ko'rsatgan paytda menimcha onasi skrinshot qo'ygan uni. Ha, xira kadrlar aytasiz. Ha, xira kadr. Eng qizig'i haligi marhumanimda yorilgan joylari turibdi-ku. Ha, u kadrlarni ham men o'sha onasi tashlab bergan blogerlari internetga qo'ygandan keyin ko'rdim. Hattoki. Nimaga? Chunki men u qizni o'sha badaniga ham qo'lim tegib ketmasin deb tagiga narsa qo'yib biz olib borib berdik. Ayollar yuvdi. Ayol albatta. Ha, ayollar yuvdi-da. Men u rasmda kim olganligini yuvayotgan odam olganmi yo bu yoqda Koreyada yoki o'sha yoqqa borganda onasi o'zi olganmi? Undan xabarim yo'q. Men chunki yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketishim kerak. Marhumani Koreyadagi o'sha tergov ekspertiza, yorib ko'rgan. Bu tamam. Men uni o'sha ekspertiza qanaqa e'tirozlar bo'lsa, Koreyani politsiyasiga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Men o'sha umuman ko'rmaganman. Xo'p, rahmat. Demak, siz o'z umuman ko'rmagansiz. Bizga juda ham qiziq bo'layotgan narsa, lekin u yerdagi yuvuvchi qizlardan bittasi bizga aloqaga chiqdi va bu narsani ham biz ijtimoiy tarmoqlarga e'lon qilamiz. Men barchasini avaziga, ya'ni Koreya yangiliklariga aytdim. Chunki bu juda ham shubhali, hamma yoq ko'karib yotibdi deb aytdim va buni shu savolga javob berib ketaveray. Hamma o'lgan odamni hamma yo'g'i ko'karmasdan nima bo'ladi? Ya'ni nima deysiz? O'lgan odamni hamma yo'g'i ko'karmasdan nima bo'ladi? Aytingchi, qizaradimi yo sarg'ayadimi? Yo'q, hamma yo'q emas. Yo'q, qarang. Ko'karish bilan tan jarohatli umuman boshqa narsa. Misollar bu savolingizning javobi o'sha politsiyaga berasiz. Bu meni javobim emas. Xo'p, tushunarli. Endi bo'lmasa advokat politsiyaga chiqasiz. Bu savolingizga javob qabul qildik. Navbatdagi savolimiz o'zi arzimagan savol qoldi bu yoqda. Siz Sherzod va Sirojiddinni oldindan taniganligingizni tan olasizmi? Sherzod va Sirojiddinni opa baqa isboti bilan gapiraymi yo gapirsam ishonaverasizmi? Men sizga primoy chiqyapman. Endi aldamasangiz kerak, shundoq odam. Aldamayman. Opani chaqirdim. Yo'q, o'zingiz gapiravering. Bizga o'zingiz keraksiz. Faqat o'zingizning gaplaringiz bizga qiziq va obunachilar. Biz fakti bilan gapirib beraman. Bu bolani hayotimda ko'rmaganman, lekin bu bola meni taniydi. Sherzodni. Ha, tushunarli. Endi men Koreyada hamma taniydi-ku. Mana o'tgan safar biz Ulug'bekda ishi bilan maka kelganimizda sen ikkalang aytdi ovqat yeb o'tiruvding-a? Men keldimda Ulug'bek degan bolani oqtarib yuruvdik biz. Mana ko'rdim u videoni. O'sha bolani oqtarib yuruvdik, ko'chaga chiqib ketibdi deb. O'shanda kelib o'tiruvdi bolalar, to'g'ri. Ha, keldi va men haligi sirazi qo'yib yuboraman-da videoni, montaj qilib o'tirayman. Shunday kelsam, aytdi ikkalasi ovqatlanib o'tiribdi. Shunday ko'rsatdimda, "Men taniysanmi?" dedim. Keyin bular, "Yo'q, tanirdik, bunaqa dedi." O'shanda mana oshxonani sajani ham guvohlik berishi mumkin. Men bilan oldin tanimayman, o'sha videoda tushib qolgan bolalar bular.
Men bularni Xo'p. oldin tanimayman ham. Agar ishonmasangiz, advokat yollabsiz, o'sha advokat orqali surishtirib olsangiz bo'ladi. Koreyadagi advokat. Albatta, albatta. Yo, endi bu qarang, har bitta gapga advokat deyapsiz. U advokat mayli, men просто siz bilan как insongarchilik sifatida va jurnalist Yo'q, taniyman. maqsadida. Bo'ldi, rahmat. Demak, siz umuman undan oldindan tanish emassiz. Rahmat javobingiz uchun. Endi navbatdagi savolimiz sizga ozgina qiziq tuyulishi mumkin, lekin bu butun jamoatchilik fikrida juda ham keng muhokamalarga sabab bo'lyapti va hammaga qiziq bo'lyapti. Siz nima uchun internetda, misol mana o'zingiz sahifalaringizda yig'lab o'zingiz shunaqangi ko'rsatyapsiz. Bundan nima sizni yoki kimdir xafa qildimi bu yokida kimdir sizga tuhmat qildimi, siz bunaqangi yig'layapsiz. Bu narsani biz bilasizmi nima deb tushundik? Jamoatchilik fikrida shunaqangi inson psixologiyasida shunaqangi narsa borki, o'zini jabrdiyda ko'rsatish, bechora ko'rsatish, yig'lasa insonlar bunga rahmi keladi. Biz shunaqa narsa tushunyapmiz. Shu bo'yicha ozgina o'zingiz izoh berib keta olasizmi? Ha, men to'g'risini aytaman. Men o'zi ko'ngilchan odamman. Judayam ko'ngilchanman. Oddiy hayotda ham masalan, yonimda o'tirgan odam ham bitta gap gapirsa, sraz ko'zimga yosh keladi. Chunki men har kuni uyli ko'raman-da, uyli ko'raman. Ko'nglim nozi sraz yosh keladi. Bu meni tabiatimdan shunaqaman o'zi. Lekin men jamoatchilikning fikrini yig'lab, boshqa qilib, men o'zgartirishni men har doim aytib kelganman. İnsanlar uchun men hech qanaqa hech nima qilmayman. İnsanlarga yoqish uchun. Kimgadir yoqish uchun hech nima qilmayman. Bo'ldi, javobingizni qabul qilamiz. Rahmat kattakon. Navbatdagi savolimiz, nima uchun Sherzodni barcha dalillar bilan uydagi kirgan voqealarni ko'rdingiz, hammasini va maytni ahvolini ko'rdingiz internet orqali. Endi o'zingiz ko'rmagansiz, ayol kishi, u bunga anaqa yo'q. Nima uchun darhol uni politsiyaga borib topshirmadingiz? Ya'ni politsiyaga mana tan jarohatlari qizni, ahvoli mana bosh yorilayotgani, ko'zi ko'karilayotgani va mana u uyda birga yashagan Sherzod. Mana uyga ahvoli kirganida shunaqangi dalillar bilan, nafaqat telefon qilib chaqirish. Qo'lidan ushlab nima uchun olib bormadingiz? Havolingizni tushundingizmi o'zingiz hozir? Men tushundim, siz tushunmadingizmi? To'xtab turing. Hozir savol boshqatdan beringda, javobi o'zi bilan. Xo'p bo'ladi. Qarang. Nima uchun siz agar shunaqangi insonparvar, xalqqa o'ylaydigan, agarda siz Sherzodni yonini olmaydigan inson bo'lsangiz, nima uchun barcha dalillarni ko'rib, ya'ni Nozimani tan jarohatlarini butun ijtimoiyatdan hattoki men ham ko'ryapman bu narsani. Siz ko'rmasligingiz bo'lishi mumkin emas. O'sha barcha dalillarni, Nozimani tanasini nazarda tutib aytyapman, marhuma. Bu dalil, bu narsani olib va xonaga kirganingizdagi ahvolni ko'rdingiz, to'g'rimi? Qotillik alomatlari nahotki sezmagan bo'lsangiz. Nima uchun shu narsalarni hammasini videoga olib, to'g'rimi? Videoga oldingiz. Politsiyaga borib murojaat qilmadingiz. Ya'ni hozir o'lim holati bo'pti, o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana bu bolani gapiga qaraganda, ya'ni Sherzod bilan sizga ikkingiz gaplashganingizda Sherzod aytganki, sizga siz so'ragansiz, zo'r savol bergansiz. Men o'shanda gap yo'q dedim. Urushdinglarmi, nima bo'ldi deganingizda Sherzod aytdiki, ha, ozgina janjallashdik dedi, to'g'rimi? Bilyapsiz, xabaringiz bor, uyda janjal bo'ldi, ko'rinib ham turibdi. Bolani o'zi ham tan olyapti Sherzodni o'zi. Siz ham o'sha hamma narsani olib turib, nima uchun politsiyaga dalillar bilan ko'rsatmadingiz? Qizni tanasi va bu Sherzodni urdi deyotgan videolari bilan, ya'ni to'yis urishdim degan videolari bilan va o'sha xonadagi bardak. Savolimni tushuntira oldim deb o'ylayman. Bo'ldi, zakonni savol zo'r aka. Rahmat. Hozir aka, 1 minut mana. Bizning ham savollar bor. To'xtab turing 1 minut. Savol yaxshi. Hozir. Javobini qidiryapsizmi? Yo'q, men sizga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. O videoni ko'rdingizmi? Hamma dokumentlarni olib keldik. Mana ID karta, O'zbekiston nima, Koreya prava, O'zbekiston pasportimiz, milisadan ruxsatni olib, keyin molxonaga boramiz. Hozir molxonaga bordik, bermadi. Milisadan ruxsat olib keldi. Endi kirib ketyapmiz chetga. Keling. Xonaga keldim. Izoh berib keting. Siz o'zi men videolarimni ko'rib savol turdingizmi o'zi? Ha, ishonavering. Bu savolga o'zingiz bitta izoh berib ko'rsatgan videoyingizga bitta izoh berib o'tib keting. Siz hozir shunaqa savol berdingiz, uzr-u, men sizga boshqatdan savolingizni tushuntirib beraman. Siz aytdingizki menga, nimaga ana Sherzodni uyga bordingiz?
urishdim deb aytyapti sizga. Marhumani ijtimoiy tarmoqlarda tanasini ko'rdingiz, onasi tomonidan bo'lsa ham chiqarilgan rasmlar orqali. Ashyoviy dalillar. Nimaga shu ashyoviy dalillarni politsiyaga topshirmadingiz deyapsiz. To'g'rimi? Mhm. Ha, politsiya o'zi berdi-ku bizga. Nimani berdi sizga? Ha, marhumni ham politsiyadan olamiz biz. Politsiya kelib olib ketadi. Politsiya o'zi o'sha yorib ko'radi, polni tekshirib ko'radi. Mhm. U bizga o'sha holatda beradi politsiya. Politsiya ochib tekshirib ko'radimi? Ekspertiza qiladi. Uni biz qilmaymiz. Yo'q, uni siz qilmaysiz. Uni med ekspertiza bor va sud med ekspertiza Ha, bor. Va bular bir-biridan yaxshigina farq qiladi. politsiyani ishida o'sha Koreyada. Yo'q. Mani ishim emasda, politsiya o'shani qilib, keyin bizga bergan o'zi u Politsiyani ishi emas bu. Tushunarli. Politsiyani ishi emas. Men просто savolimni tushunmadingiz siz. Ko'rdingiz-ku, Ha, o'zi- siz olib borgansiz, tushungan- politsiyaga borgansiz. Men sizni U tushundim. Siz o'zi politsiyaga biladi-ku, men borgansiz. nimaga unga borganini aytishim kerak buni. Bu yerda qarang. Nima uchun bunaqangi savol beryapmiz? Nima uchun jamoatchilik fikri o'zgaryapti? Xonaga kirganingizda, chunki pechatlanmagan, tushunyapsizmi? Siz endi Bu Sherzodning savolni gapiga politsiyaga ishonyapsiz. berasiz. Politsiyaga Yo'q, berasiz. politsiyaga bermayman, men siz bilan gaplashyapman-ku. Qarang, siz tushunmayapsiz-da bizani. Odamlarning jamoatchilik fikri sizga qiziq bo'lsa o'sha narsani aytayapman. Kirgandan keyin politsiya ishi yopilmagan-ku. Hamma o'ylaydiki, politsiya kirmagan. Politsiya kirgan bo'lganda erta pechatlab ketgan bo'ladi. To'g'ri, siz Sherzodning gapiga ishonib qolib, "Ha, bo'ldi, politsiya kirib bo'libdi-ku" deb kiryapsiz. Lekin siz 10 yildan beri Koreyada yashagan inson, siz u narsani bilishingiz kerak edi. Hali savol bergan javobimni yana qaytadan so'rayapsiz. Xato qiladimi deb o'ylayapsiz shekilli. Men o'sha uyni egasidan so'radim, u uyni egasi politsiyadan so'radi. Tushundingizmi? Tushundim. Men Rahmat. uyni egasidan so'rab kirdim. Qarang, Mhm. uyni egasi aslida erta Nozima edi, dokumentalli, ha? Mhm. Nozima yo'q endi, ha? O'ldi. Mhm. Endi u uyni egasi kim? Karis, to'g'rimi? Mhm. Biz uyga karisdan so'rab kiramiz, to'g'rimi? Yo'q. Biz karisdan so'radik. Noto'g'ri. Siz undan so'rashingiz kerak emas edi. Ko'p-ko'p To'xtab inson turing, men sifatida gapirib 10 olay. yil Koreyadan ishlagansiz. Men Biz karisdan borib so'radik, shu uyga kirsak maylimi deb. Karis politsiyadan